joni qattiq o'lmas mashina Toyota Camry 40 taligi 2007-yilda chiqarilgan. Bunga plus metan ham qo'yib qo'yishibdi. 100 talik metan bilan 200 km shahar ichida yuryapman deb aytishdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta himsiga qildirib olish kerak. Buni lyuki ham bor. Narxini oxirida aytaman, juda ham qiziq narxi. Xo'p, oldin ko'rishingiz mumkin. Bitta detskiy rejim bor, avtosi bor. O'sha 2007-yilda mana avto bo'lgan, o'ynaydi. Bu tomonda tavlalarni ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi. Bu juda ham zo'r mashina. Korobkasi ham o'ta qattiq, hali nima sanadi, mustahkam. Tez CC2 monitor qo'yib qo'yishgan ekan. Plus lyuki, tepani patolog holatlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta himsiga qildirib olasizlar. Nima bu yog'ini ham himsiga qildirib olasizlar. Ekan o'z narsalari. Bu yoqda mana bunday funksiyalari bor. Bu yer ochiladi. Bunday qilsa ochilar ekan. Keyin mashinani oldi kapotini ochib ko'rsataman. 2.4 motor. 170 ming yurdi dedi, adashmasam. Akam o'zi 170 ming yurdi dedi. Hozir kapotda pnevmoporlar bor ekan, o'zi ko'tarib beradi. Motori 2.4, o'sha Toyota'ning o'zini haqiqiy o'lmas motori. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana mashinaning nomeri, mashinaning o'zi, kraskasi albatta bor ekan. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akam o'zi Spark narxida berib yuboraman deyapti. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka nomeringiz boshqatdan ayta olasizmi? 95lik 171 44 11. Mana mashinaning holati. Aloqaga chiqinglar, Spark narxida berib yuboradi aka.